Dunyo mamlakatlari haqida ajoyib faktlar. Qachondir o'tirgan stolingizdan turmasdan sayohatga chiqishni orzu qilganmisiz? Hozir buni amalga oshiramiz desak, nima deysiz? Ekran orqali eng qiziqarli sayohatga tayyorlaning. 1974-yilda Efiopiyada olimlar insoniyatning eng qadimgi ajdodlaridan biri Lucy'ning toshga aylangan qoldiqlarini topdilar. Bu insoniyat biz o'ylagandan ancha avval paydo bo'lganining ilk dalili edi. 5000 yil oldin Xitoyda cho'plar ovqat pishirish uchun ishlatilgan, yeyish uchun emas. Hindiston dunyodagi eng katta pochta tarmog'iga ega. Mamlakatda 155 dan ortiq pochta bo'limlari mavjud bo'lib, ulardan biri suv ustida suzadi. Millionerlar soni eng yuqori bo'lgan mamlakat Amerika. Bu yerda ularning 18,5 milliondan ortig'i yoki dunyodagi umumiy millionerlarning